Orient Express ingliz tili o'rganish guruhi judayam yaxshi tashkil qilingan ekan. Menga yoqqani bu guruhda yosh o'qituvchilar o'zbek tilida sodda va tushunarli qilib tushuntirishga qodir bo'lgan yoshlar. Mana shu yoshlar dars o'tayotgani bu yerda ingliz tilini o'rganishni judayam osonlashtiradi. Sababi dars jarayonida ular har xil misollar bilan, tasvirlar bilan hamda oddiygina yo'l bilan tilni tushuntirishga harakat qilishadi. Albatta ingliz tilida o'ziga xos murakkabliklari bor. Ana shu murakkabliklarni sodda bayon qilishga va qonuniyatlarni oson ko'rsatishga yoshlar usta ekan. Bu jihatdan menga judayam bu guruhga yoqdi. Bundan oldin bir necha yil burun bu yerda men oldin qatnashgandim, lekin vaqtim kam bo'lganligi uchun kam o'qigandim. Bu safar endi ko'proq rosmana guruhida qatnashib, rosmana o'rganmoqchi. Bu guruhga kelib boshlagan birinchi kelgan 75 yoshimda bo'lsa, hozir mana 76 yoshdaman. Lekin o'ylaymanki, tilni bilish, tilni umuman o'qish, o'rganish yoshga bog'liq emas, odamda xohish bo'lishi kerak. Va yana bir narsa nimaki, mana bu yerdagi guruhlarda domlalar yosh bo'lishiga qaramasdan, shu yosh kattalarning imkoniyatini hisobga olgan holda dars o'tishi menga juda ham yoqdi. Hayot shundayki, inson men uchun kech deyishga haqqi yo'q. Sababi insonning hayotda umidi bor. Umid uzoq yashash, ko'p yashash. Hayotda esa qanday bo'lishi? Shuning uchun hayotingiz ertami, kechmi degan gap insonga to'g'ri kelmaydi. Har doim odam yaxshi umid qilish kerak, yaxshi harakat qilish kerak. Men boshqa narsani aytishim mumkin. Men o'z vaqtida mustaqillikdan keyin 43 yoshimda ingliz tilida 3 oylik guruhga qatnashganman. Va o'zimcha o'sha paytda menga kech ekan o'rganish deb keyin qatnashmay qo'yganman. Mana shu meni eng katta xatoim bo'lgan. Ana shu xatoimni hozir to'g'rilayapman. Mana bu sizlar uchun eng yaxshi motiv. Chunki men haqiqatan 43 yoshimda 3 oylik guruhga qatnashganman. Va o'zimcha menga kech bo'lar ekan deb o'shanda davom ettirmaganman. Shunga juda ham afsuslanaman. Mana hozir o'sha xatoimni to'g'rilayapman. Rahmat, Umidzoq bo'lsangiz. Har qanaqa odam uchun tilni bilish bu boylik. Qaysi tilni bilishdan qat'iy nazar. Masalan, biz yoshligimizda rus tilini o'rganganman, men nemis tilini bilaman. Endi turk tillarini-ku deyarli hammasini bilaman. Endi boshqa tilni bilish, umuman mana hozir ingliz tilini bilishga harakat qilyapman. Bu odamni imkoniyatini va ayniqsa hozirgi paytda mana turizm rivojlanyapti, har xil aloqalar rivojlanyapti. Bunda tilni bilish faqat inson uchun boylik hisoblanadi xolos. Men fizika, matematika fanlari doktoriman. Katta rahmat sizga. Hojatga vaqtingiz uchun katta rahmat. Rahmat.